sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilmoqda. Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Assalomu alaykum. Inspektor O'zboyevmiz, hurmatli haydovchi, siz avtomobil egasimisiz? Manmi? Haydovchiga nega avtotransport boshqarish nega? Pravam yo'q. Yo'q, pravam o'zi yo'q, deydi. Haydovchini spirtli ichimlik iste'mol qilganlardan xabaringiz bormi? Nimaga ichib haydaysan? Mumkin emas-ku transport vositasini mast holatda haydash, boshqarish. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 131-moddasi bo'yicha bayonnoma rasmiylashtiramiz. Shu o'zida hal qilaylik. Mana kechirasiz. 2000 beramiz. Siz aytayotgan gaplar hozir hurmatli haydovchi 211-modda, 210-moddalar bilan pora olish, pora berish haqida ogohlantiraman. Bu voqea Buxoro viloyatida sodir bo'lgan. Pora berish jinoyat ekanligini yo'l patrul xizmati inspektori bir necha bora takrorlashiga qaramasdan, mast holatdagi shaxslar xodimga pora taklif qilishga urinishadi. Bo'lib o'tgan voqeadan keyin xodim Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'raydi. Ertasi kuni xodimning xizmat xonasida fuqaro pora tariqasida taklif qilingan pullarni 25 million so'm ko'rinishda inspektorga bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanadi. Nima maqsadda kelgansizlar o'zi fuqaroga qora? Ana o'l. Bu yoq o'rtoq mashinasini haydayman-da. Inspektor ishini qo'yildi. Aha. Bor keyinchi. Keyin shuni mazot hujjat tashlab, nima qildi? Bor keyinchi. Hisobni qildi. Nima masalaga uchrashdinglar bu keldi o'rtoq? Yolmasa keldi. Nima? Mashinani chiqarib olish, istabdi, xolos. mazkur holatdagi gumonlanuvchi shaxsga nisbatan Buxoro viloyati prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda gumonlanuvchi protsessual tartibda qo'lga olingan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori Shodixonov. Yaxshimisiz? Hujjatlarni tekshirib qo'yaylik. Komandir. Aytamiz o'rtoq haydovchi. Hal qilaylik shuni. O'rtoq haydovchi, sizni tibbiy ko'rikka taklif qilaman. Ozgina ichganman, ko'p emas. O'rtoq haydovchi, sizga qonuniy chora ko'riladi faqat. Bu narsani hal qilib bo'lmaydi o'rtoq haydovchi. Siz ichib transport vositasini boshqarib kelyapsiz. Siz aytmasangiz hech kim bilmaydi. Joyida ming sanaydi. O'rtoq haydovchi, sizni yana bir bor ogohlantiraman. Bu jinoyat hisoblanadi, pora berish. Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Nima qilasiz o'zingiz ishingizni og'irlashtirib? Mast holatda avtomashina boshqarish bu noto'g'ri hisoblanadi. Shu holatda ham yo'l patrul xizmati inspektoriga pora taklif qilgan shaxs jinoyatga qo'l urdi. Navoiy viloyati yo'l patrul xizmati inspektori o'z qasamyodiga sodiq qolgan holda mast haydovchi tomonidan taklif qilingan pullarni olishni rad etadi. Menga qara, men sizga 20 o'rtog'im oldim. Bu 211. Mo'ychan emas. Qariga olib nomam meni. Burdingiz kelib boy berasiz o'qiyashingizga. Agar men sizdan pora olsam, men yo'q. Yo'q, men kitob ichida qolsin. Mazkur holat bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektori Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, fuqaroga nisbatan chora ko'rilishini so'raydi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida huquqbuzarning otasi Samarqand yo'l patrul xizmati maskani binosida yo'l patrul xizmati inspektoriga taklif qilingan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olinadi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan Navoiy viloyati prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda gumonlanuvchi protsessual tartibda qo'lga olingan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 31 74 raqamlariga, shuningdek, ekranlardagi maxsus Telegram bot orqali xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.